Oynani yopishim kerak. Ovozidan bu ovozim eshitilmaydi hozir. Nimani jo'nalmaning bo'lsa kerak. Xo'p, hammaga salom qizlar. Bugun sizlar bilan yana men. Bugun gaplashadigan temamiz ham yo'q. To'g'risini aytsam, nima desa bo'ladi? Makiyaj ham qilmaymiz, chunki men уже to'garakka borib keldim. Makiyajim ham bor. Просто sizlar bilan gaplashmoqchiman. Ya'ni qanaqa mavzuda? Sizlar ko'pchiliginglar so'radinglar, o'zingiz haqingizda gapirib video oling, o'zingiz haqingizda ma'lumot bering deb aytdinglar va men o'zim haqimda video olmoqchiman. O'shaning uchun sizlar mana shu videoni kommentariyasida men haqimda qiziqtirgan hamma savollarni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Men hammasini o'qib javob berishga harakat qilaman. Xudo xolasa, agar bugunning o'zida yetarlicha savollar yig'ilsa, men bugunning o'zida olishga harakat qilaman videoni. Agar bo'lmasam erta yoki indinga u video chiqadi qizlar. O'shaning uchun hozir pastga kirib kommentariyaga o'zingizlarni qiziqtirgan savollarni yozib qoldirsanglar bo'ladi va men ularga javob berishga harakat qilaman. Вот, birinchi mavzuyimiz shu edi. Ikkinchi mavzuyimiz, mendan ko'pchiliginglar so'radinglar, bloger bo'lish uchun nima qilish kerak? Yana nimadirlar, kirchi bloger bo'lish uchun asosiy savol o'zi, bloger bo'lish uchun nima qilish kerak? Men bloger bo'lmoqchiman deganlar ko'p. Shuning uchun meni eng birinchi maslahatim sizlarga mana bunaqa so'toqo'zilar yozgan kommentariyalarga e'tibor berishingiz kerak emas. Nimaga? Chunki ular o'zlarini qo'lidan hech balo kelmaydi. O'zlarini akkauntiga kirib ko'rsanglar, buqam yo'q. Просто так. Endi men bunaqa nima desa bo'ladi? Hozir men spokойно o'tirib gapiryapman, lekin o'sha kuni mana shu kommentariyani olgan kunim juda ham qattiq tutaganman men. Вообще jahlim chiqqan, to'g'risini aytsam. Va uni men joyiga qo'yib qo'yadigan javob bilan men ham atvet berdim. Men sizlarga har doim aytganimdek, yaxshiga yaxshi, yomonga yomon atvet qilish kerak. Menga yaxshi muomala qilganlarga 10 barobar yaxshi muomala qilishga harakat qilaman, 10 barobar o'zini muomalasida qaytaraman. Lekin bu shaxsiy chegaradan o'tish hisoblanadi bunaqa kommentariyalar bilan. O'shaning uchun men ham bemalol uni shaxsiy chegarasini bosib, bemalol unga shunaqa atvet bera olaman. Seni iching buqqa loyga to'lib ketganki, sen menga shunaqa kommentariy yozyapsan. Sana g'azabing bormi, nimadandir g'azabing bo'lsa yoki nimadandir alaming kelib turibdimi? Mendan emas, boshqa narsadan. O'zingni qo'lingdan hech narsa kelmaydiki, sen birovlarning orqasidan gapirib o'tiribsan. O'zingni ko'ting kuyyaptimi yoki? Men hech qachon menga yaxshi muomala qilgan odamlarga bunaqa atvet qaytarmayman. Mana o'zi meni shaxsiy chegaramni bosib o'tgan odamga shunaqa atvet beraman. Va men har doim yaxshi gapirdi degani bu yaxshi gapiradi degani emas. Men ham joyi kelsa juda ham asabiy, joyi kelsa jahldor bo'lishim mumkin. Va bu sizlarning qo'lingizda. Sizlar menga shunaqa kommentariy yozasizlarmi? Sizlar buni yozganinglar bilan nimadirga erishaman deb o'ylamanglar. Negativlarga tegishli. Hozirgi gaplarim aynan negativlarga tegishli. Agar siz o'zingizga olotgan bo'lsangiz, demak siz ham negativ yozayotgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun o'zingizga olmang. Siz meni podpischikamisiz? Meni sizga yaxshi muomala qilyapmanmi? Demak siz o'zingizga olmang bu gaplarimni. Men просто shunaqa negativlarga atab shunaqa qo'shib ketmoqchiman joyi kelgani uchun. O'zini qo'lidan hech narsa kelmaydigan, o'zi bitta narsani eplab qo'ymagan odamki shunaqa gapiradi. O'zidan katta ketadi. Turishimga nima qildi? Sizlar nimadirga erishaman deb o'ylamanglar, meni boshqa video olmaydi deb o'ylamanglar. To'g'ri, men o'zimcha siqilishim mumkin, kayfiyatim buzilishi mumkin, jahlim chiqishi mumkin, lekin men o'zimni qo'limda qo'ygan maqsadimdan hech qachon voz kechmayman. Aynan sizlarning kommentariylar bilan. Agar shunaqa qiladi, o'zini maqsadidan voz kechadi degan umidlar bilan menga bunaqa negativ yozayotgan bo'lsanglar, kechirasizlar, men unaqa qila olmayman. To'g'ri, men ozgina asabiylashishim mumkin, jahlim chiqishi mumkin, video olgim kelmasligi mumkin, xohishim ham bo'lmasligi mumkin bu narsaga. Lekin keyin o'tirib ozgincha o'ylayman-da, noila deyman. Bular seni bunaqa qilib asabiylashishingga arzimaydi deyman. Bular shu narsani gapiryapti, lekin o'zini basharasini ko'rsatmayapti-ku deyman. Shu darajada bularni qurbi yetmaydiki ko'rsatishga, yuzini ham ko'rsatmaydi, даже просто takka burchagida qaysidir burchagida kirib oladi, telefonidan senga shunaqa bo'ladi, o'zini ichidagi negativlarini gapirib ketadi. Men просто negativchilarni shunaqa baholayman, что ular yerdagi bilmadim, axlatchalik men uchun. Yerdagi axlatchalik men uchun.
bir tiyinlik qizig'i yo'q menga. To'g'ri asabiylashaman, to'g'ri kayfiyatim buziladi, lekin baribirga ham ularni men keyinchalik bir tiyinga olmayman. To'g'ri, men hozir spokойно o'tirib sizlarga tushuntiryapman. Yana bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Kamerangiz juda ham xira deyishgan. Bu meni kameramdan emas. Ko'rayotganingizdek, kameram hozir oddiy turibdi. Bu yerda ayb svetda menda hozircha lampa yo'q, chunki hali men mingta ham bo'lmadim. Menimcha bu hali menga yetarli natija emas. Men yetarli natijaga erishganimdan keyingina o'zimga lampa sotib olishim mumkin, mikrofon sotib olishim mumkin. Sekin-sekin hammasi bo'ladi. Lekin hozir menda bu narsani iloji yo'q. Boricha ko'rsatyapman sizlarga. Boricha ko'rsatyapman. Meni kameram ko'rayotganingizdek emas, toza, normalni oladi. Prosta shunaqa svet to'g'ridan-to'g'ri tepadan tushgani uchun kamera xira ko'rinadi. Kamera bunda turadi, a svet tepadan tushyapti. O'shaning uchun xira turadi. Вот. Vannada ham xuddi shunaqa bo'ladi. Menda video olganimda, vloglarimda ko'rgan bo'lsanglar kerak, svet tepadan tushgani hisobiga kamera xira ko'rinadi. Shuning uchun bu kameradan emas. Sizlar qanchalik meni qo'llab-quvvatlab, podpiskani to'xtamasanglar, biz ham keyinchalik xudo xolasa lampa olamiz, mikrofon olamiz hozircha, lekin borini ko'rsatishga majburman va bundan menga negativ yozmaysizlar degan umiddaman. Albatta, kim nimadir desa, men to'xtab qoladigan qiz emasman va sizni gapingizga ham men chiroyli qilib atvet yozib yordim. O'zi вообще-то nega sizlashim kerak? Sani gapingga ham men chiroyli qilib atvet yozib yordim. Xohlasang ko'r, xohlasang ko'rma. O'zing bilasan, men prosta negativlaringni ko'tarib yurishga majbur emasman. Sani o'zingni g'azabing bormi? Borib boshqa narsadan ol g'azabingni, alamingni boshqa narsadan ol, mendan emas. Men shunchaki o'zimni hayotimda yashab, hech kimni hayotiga mana bu burnimni tiqmasdan yaxshigina yashayapman va prosta mana shu hayotimdan ozginchasini o'zimni blogimga ajratmoqchiman. Xolos. Tushundinglar degan umiddaman va bu videoyim ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Обязательно kommentariyalarda o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar va menga bermoqchi bo'lgan savolinglarni yozib qoldiringlar. Men hammasiga atvet berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat ko'rganingiz uchun.